Assalomu alaykum akalar. Va nihoyat bugungi video servisda agar havo kompressor yoki havo tormoz tizimlaringiz ishdan chiqqan bo'lsa yoki muammo bo'lsa, qay tarzda yechim topiladi? Shu mavzuda gaplashamiz. Sizningcha like bosib qo'ying, biz esa boshladik. Birinchi bo'lib servisda bosim tekshiriladi. Agar bosim sekin ko'tarilsa yoki tez tushib ketadigan bo'lsa, bu muammo borligini anglatadi. Keyingi navbatda havo suzib chiqishini tekshiriladi. Shlanglar, quvurlar va biriktirilgan joylarda ko'p holatda havo chiqib ketadi. Ha, aytib o'tish kerak, kompressordagi havo filtrdan o'tadi. Bu degani filtrni ham tekshirib o'tish kerak bo'ladi. Agar havo filtrida kir-chang bo'lsa, tozalash kerak bo'ladi. Kompressorning asosiy dushmani bu moysiz ishlashi bo'ladi. Ya'ni kompressor moysiz ishlasa tez qiziydi va qismlar yilib ketadi. Biz moy darajasini tekshiramiz va kerak bo'lsa yangisini qo'yib beramiz. To'xtang, obuna bo'ldingizmi? Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'ying va bu videoni kompressor buzilgan tanishingizga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling. Ha, aytgancha, Boom seri sifat va kafolatni qadrlaydiganlar uchun. Endi xayrlasa ham bo'ladi.